Hurmatli tomoshabinlar, aziz do'stlar. Bugun men siz bilan shunday bir masala haqida gaplashmoqchimanki, bu masala har birimizning shaxsiy moliyamizga, oilaviy byudjetimizga va umumiy farovonligimizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Agar siz yaqin kelajakda uy-joy, yer uchastkasi, kvartira yoki hattoki avtomobil sotib olish yoki sotishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun tayyorlangan. Bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingizni tavsiya qilaman. Chunki men sizga yangi qonunchilikdagi o'zgarishlar haqida gapirib beraman. Bu o'zgarishlarni bilmaslik sizga juda katta moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi yoki aksincha katta miqdorda mablag'ni tejash imkonini berishi mumkin. Yangi qonun qabul qilindi va undagi har bir o'zgarishni bilish hayotiy muhim ahamiyatga ega. Shunday ekan, hoziroq kanalimizga obuna bo'ling, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying va albatta ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumotlar boshqa insonlarga ham yetib borishiga yordam beradi. Qonunning mohiyati, oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avval vaziyatni tushunib olaylik. Yaqin vaqtgacha O'zbekistonda ko'chmas mulk, xususan uy-joy yoki yer uchastkasi oldi-sotdi bitimlarini amalga oshirish jarayoni ma'lum bir tartibda kechar edi. Ko'pincha fuqarolar o'zlarining mulklarini sotishda yoki sotib olishda notarial tasdiqlangan shartnoma tuzar edilar. Bunda asosiy e'tibor bitimning huquqiy to'g'riligiga va notarial xizmat uchun belgilangan davlat boji miqdoriga qaratilardi. Davlat boji esa ko'pincha sotilayotgan mulkning kadastr qiymatidan kelib chiqqan holda yoki bitim summasining juda kichik foizi sifatida olinardi. Bu degani, odamlar ko'pincha bitim shartnomalarida mulkning haqiqiy bozor narxini pastroq ko'rsatishga intilishar edi, chunki davlat boji ham shunga mutanosib ravishda kamayardi. Masalan, 5 million so'mga sotilayotgan kira shartnomada 1 million so'm qilib ko'rsatilishi mumkin edi. Bu amaliyot keng tarqalgan bo'lib, davlat byudjetiga tushumlar kamayishiga, shuningdek bozorning shaffof emasligiga olib kelardi. Avtomobil oldi-sottisida ham shunga o'xshash holatlar kuzatilar edi. Garchi avtomobillar uchun bojlar biroz boshqacha hisoblansa ham, endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Yangi qonun bilan mulk oldi-sotdi bitimlarida shaffoflikni ta'minlash, yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish va adolatli soliqqa tortish tizimini joriy qilish maqsadida bir qator jiddiy o'zgarishlar kiritildi. Eng asosiy o'zgarishlardan biri shuki, endi mulkning haqiqiy bozor qiymatini aniqlashga katta e'tibor qaratiladi. Bitim narxini sun'iy ravishda pasaytirish amaliyotiga chek qo'yish uchun maxsus mexanizmlar joriy etildi. Bu degani, davlat organlari endi bitimda ko'rsatilgan narxning mulkning real bozor qiymatiga mos kelishini qat'iy nazorat qiladi. Agar narx juda past ko'rsatilgan bo'lsa, davlat soliq organlari mustaqil baholovchi tashkilotlar tomonidan aniqlangan bozor qiymatidan kelib chiqib soliqlarni hisoblash huquqiga ega bo'ladi. Bu o'zgarishlar nafaqat notarial to'lovlar va davlat bojiga, balki eng muhimi, daromad solig'i mexanizmlariga ham bevosita ta'sir qiladi. Asosiy o'zgarishlarni chuqurroq o'rganamiz, kim xavotir olishi kerak va kimga bundan foyda bor. Keling, endi bu yangi qoidalarni yanada chuqurroq ko'rib chiqaylik va ularning kimlarga qanday ta'sir qilishini aniq misollar bilan tushuntiraman. Birinchidan, mulkning qiymatini baholash tartibi o'zgardi. Endi bitim obyekti uy, kvartira, yer yoki avtomobil uchun mustaqil baholovchi tashkilotlarning xulosasi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu xulosa majburiy bo'lishi mumkin. Davlat soliq qo'mitasi yoki boshqa vakolatli organlar bitimda ko'rsatilgan narxning mustaqil baholovchi tomonidan aniqlangan qiymatdan past bo'lishiga shubha tug'ilganda, o'z baholashni o'tkazishga yoki qayta baholashni talab qilishga haqlidir. Agar bitim narxi bozor qiymatidan sezilarli darajada past ko'rsatilgan bo'lsa, soliqlarni hisoblashda aynan bozor qiymati asos qilib olinadi. Bu shuni anglatadiki, siz 100 million so'm sotdim desangiz ham, agar uyni mustaqil baholovchi 5 million so'm deb baholasa, soliq 5 million so'mdan hisoblanadi. Ikkinchidan, eng muhim o'zgarish bu daromad solig'i hisoblash mexanizmidir. Ilgari jismoniy shaxslar uchun ko'chmas mulkni sotishdan olingan daromadga nisbatan soliq imtiyozlari ko'proq edi yoki ba'zi hollarda umuman soliqqa tortilmasdi. Masalan, 3 yildan ortiq muddat egalik qilingan birinchi uy-joy uchun. Endi esa bu tartiblar aniqlashtirildi va qat'iylashtirildi. Kim xavotir olishi kerak? Qisqa muddatda bir nechta mulkni sotadigan shaxslar. Agar siz bir yil ichida ikkita yoki undan ortiq ko'chmas mulk uy, kvartira, yer uchastkasi sotgan bo'lsangiz, davlat sizni
tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi shaxs sifatida ko'rib chiqishi va sizga nisbatan tadbirkorlik subyektlari uchun belgilangan soliq stavkalarini qo'llashi mumkin. Bu esa shaxsiy daromad solig'i MKBD stavkasidan ancha yuqori bo'lishi mumkin. Misol, fuqaro Alisher 2023 yil yanvar oyida ertalab turib, bugun mulk olib sotaman deb qaror qildi. U mart oyida bir kvartirani ertalab 500 milyon so'mga sotib oldi va iyun oyida uni 500 milyon so'mga sotdi. Noyabr oyida esa boshqa bir uy joyini 800 milyon so'mga sotib olib, dekabr oyida 901 milyon so'mga sotdi. Yangi qonunchilikka ko'ra, Alisher yil davomida 2 ta mulk sotganligi sababli u ushbu operatsiyalardan olgan umumiy daromadiga nisbatan tadbirkorlik faoliyati uchun belgilangan soliq stavkasi bo'yicha soliq to'lashi shart bo'ladi. Ya'ni u ertalabki bitimdan 1 million so'm foyda, ikkinchi bitimdan 1,5 million so'm foyda olgan. Jami 2,5 million so'm daromad. Agar u tadbirkorlik subyekti sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, ertalabki bu daromadiga qanday soliq stavkasi qo'llanilsa, uning mulk oldi sotsini topgan bu daromadiga ham xuddi shunday soliq qo'llaniladi. Agar u soliq to'lovchi sifatida ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, soliq organlari unga nisbatan ushbu operatsiyalarni tadbirkorlik faoliyati sifatida ko'rib chiqib, tegishli choralarni ko'rishga haqli. Bu holatda Alisherga an'anaviy engak pulini jismoniy shaxslar daromad soligidan ko'ra og'irroq soliq yuklamasi tushishi mumkin. Masalan, umumiy aylanmadan soliq to'lovchilar uchun dat pulini yoki alt pulini stavka sohaga qarab qo'llanilishi mumkin. Bu esa aynan daromadga emas, balki umumiy sotish qiymatiga nisbatan hisoblanganda sezilarli farq qiladi. Hatto agar faqat foydadan ertasiga 12 pudit olsa ham, uni qo'lga kiritgan qisqa muddat va ikkinchi bitim bu qonunni qo'llash uchun asos bo'ladi. 2. Mulkning qiymatini sun'iy ravishda pasaytirishga urinuvchilar yuqorida aytib o'tganimdek, endi bu amaliyotga chek qo'yiladi. Agar siz uy joyingizni ertalabki 700 million so'mga sotib, shartnomada 200 million so'm ko'rsatsangiz va mustaqil baholovchi uni 607 million so'm deb baholasa, sizga soliq aynan 607 million so'm asosida hisoblanadi. Va hatto soliq organlari bunday holatda qo'shimcha jarima solishi ham mumkin. Bu bitim ishtirokchilari uchun jiddiy moliyaviy xavflarni keltirib chiqaradi. Bu orqali davlat bitimlardagi shaffoflikni oshirish va soliq bazasini kengaytirishga intilmoqda. O'tu qisqa muddatda sotiladigan mulklar. Yangi qonunga ko'ra, agar siz mulkni, masalan, kvartira uni sotib olganingizdan keyin 1 yil ichida sotsangiz, bu bitimdan olingan daromadga yuqori soliq stavkasi qo'llanilishi mumkin. Ba'zi mamlakatlarda bu spekulyativ soliq deb ataladi. Agar uzoqroq muddat egalik qilgan bo'lsangiz, soliq stavkasi kamayishi yoki umuman bekor bo'lishi mumkin. Misol, Durdona ismli ayol 2023 yil yanvar oyida ertasiga 300 million so'mga kvartira sotib oldi va iyun oyida uni 300 million so'mga sotdi. Uning daromadi 2 million so'm. Yangi qonunga ko'ra u mulkka 1 yildan kamroq egalik qilgani uchun. Bu 2 million so'm daromaddan indiki prudensiya jismoniy shaxslar daromad solig'ini to'lashi shart bo'ladi, ya'ni 6 million so'm. Agar Durdona kvartirani ertalabki 2 yil ushlab turganda bu soliqdan ozod qilinishi mumkin edi. Bu yerda birinchi yoki ikkinchi mulk ekanligi ham muhim ahamiyatga ega. Kimga bu qonun foydali bo'lishi mumkin yoki xavotir olmasa ham bo'ladi. Bir, uzoq muddat egalik qilingan mulkni sotuvchilar. Agar siz mulkni uzoq muddat, masalan, 3 yildan ortiq ushlab turgan bo'lsangiz va bu sizning yagona yashash joyingiz bo'lsa, aksariyat hollarda siz daromad soligidan ozod qilinishingiz mumkin. Bu degani, davlat ko'chmas mulkni investitsiya maqsadida qisqa muddatli sotib olib sotuvchilar bilan o'zining yashash joyini yangilayotgan fuqarolarni farqlamoqda. Misol, Dilshodbek ertasiga 5 yil davomida egalik qilgan birinchi va yagona kvartirasini sotmoqda. Uni ertalabki 200 million so'mga sotib olgan, endi ertalabki 800 million so'mga sotyapti. Uning daromadi 100 million so'm. Yangi qonunchilikka ko'ra, u mulkka 3 yildan ortiq egalik qilgani va bu uning asosiy yashash joyi bo'lgani sababli ertasiga u bu daromaddan jismoniy shaxslar solig'ini to'lashdan ozod qilinishi kerak. Biroq notarial xizmatlar va davlat bojlari to'liq qiymatdan hisoblanadi. Bu holatda Dilshodbek katta miqdordagi soliqni tejab qoladi. Birinchi marta uy sotib oluvchilar, yangi qonun asosan sotuvchilarga ta'sir qiladi. Agar siz ilk bor uy sotib olayotgan bo'lsangiz, soliq yuklamasi sizga emas, balki sotuvchiga tushadi. Lekin siz ham bitimning shaffofligiga ishonch hosil qilishingiz kerak. Chunki kelajakda siz sotuvchi bo'lganingizda
qonuniy sotib olish narxi asosiy hujjatlardan biri bo'ladi. 3. Mulkni hadya qilish yoki meros qilib olgan shaxslar ba'zi hollarda. Meros yoki hadya shartnomalari orqali olingan mulklarga nisbatan soliq imtiyozlari saqlanib qolishi mumkin. Ammo bu ham aniq shartlarga bog'liq bo'ladi. Istisnolar, tuzoqlar va noan'anaviy iyatlar har qanday qonun kabi. Bu yangi qonunda ham o'zining istisnolari, tuzoqlari va ba'zida kutilmagan jihatlari bor. Ularni bilish sizni ko'plab muammolardan qutqarishi mumkin. Istisnolar yaqin qarindoshlar o'rtasidagi bitimlar, odatda ota-ona, farzandlar, xotin, aka-ukalar, opa-singillar o'rtasidagi hadya yoki oldi-sotdi bitimlari uchun soliq imtiyozlari mavjud bo'ladi. Misol uchun, ota o'zining kvartirasini farzandiga hadya qilganda, hadya qiluvchidan daromad solig'i olinmaydi. Biroq agar bu ketma-ketlikdagi hadya, masalan, ota farzandiga hadya qilib, farzand darhol uni sotganida savdo maqsadida amalga oshirilgan deb topilsa, soliq organlari bunga e'tibor qaratishi mumkin. Davlat tomonidan sotib olingan yoki xususiylashtirilgan mulklar, davlatdan sotib olingan yoki xususiylashtirish orqali olingan mulklarni sotishda ba'zi imtiyozlar saqlanib qolishi mumkin. Bu asosan fuqarolarning ilgari davlat tasarrufida bo'lgan mulklarga egalik qilish huquqini himoya qilishga qaratilgan. Ipoteka kreditlari hisobiga olingan uy-joylar, ipoteka kreditlari orqali sotib olingan va keyinchalik sotilgan uy-joylarga nisbatan ham maxsus qoidalar mavjud bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda bu turdagi bitimlarga soliq imtiyozlari qo'llaniladi. Tuzoqlar va noan'anaviy jihatlar. 1. Qora narx va oq narx. Eski amaliyotda qora narx, haqiqiy narx va oq narx shartnomada ko'rsatilgan narx tushunchalar keng tarqalgan edi. Yangi qonun bilan bu amaliyotga chek qo'yish maqsad qilingan. Agar siz shartnomada pasaytirilgan narxni ko'rsatgan bo'lsangiz, soliq organlari buni aniqlagach, nafaqat soliqni to'liq undirib oladi, balki soliq qonunchiligini buzganlik uchun jarima ham solishi mumkin. Bu bitimning barcha ishtirokchilariga taalluqli bo'ladi. Misol, aslida 1 milliard so'mlik uyni ertasiga shartnomada 300 million so'm deb ko'rsatdingiz. Soliq organlari buni aniqlasa, siz ertalabki 700 million so'mlik farqdan soliq to'lashingiz shart bo'ladi va ustiga qonunbuzarlik uchun jarima ham to'lashingiz mumkin. Bu juda jiddiy moliyaviy oqibatlarga olib kelishi mumkin. 2. Elektron ro'yxatdan o'tkazishning majburiyligi. Ko'chmas mulk oldi-sotdi bitimlarini elektron tarzda ro'yxatdan o'tkazish tartibi kengayib bormoqda. Bu shaffoflikni oshiradi. Ammo elektron xizmatlardan foydalanishda malakasi yo'q bo'lgan fuqarolar uchun qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Ko'pchilik uchun yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali amalga oshiriladigan jarayonlar halini o'tanish. Barcha hujjatlar raqamlashtiriladi va tizimda saqlanadi. Bu degani eski qog'oz davridagi ba'zi imkoniyatlar endi yo'q. Kadastr agentligining roli. Kadastr agentligi va uning hududiy bo'linmalari mulkni baholash va ro'yxatdan o'tkazishda muhim rol o'ynaydi. Mulkning kadastr hujjatlaridagi har qanday noto'g'rilik yoki yangilanmagan ma'lumot bitimini kechiktirishi yoki bekor qilishiga sabab bo'lishi mumkin. Sotuvchi o'z mulkining kadastr ma'lumotlarini oldindan to'liq tekshirishi va yangilashi shart. 4. Xorijiy fuqarolar uchun o'zgarishlar. Xorijiy fuqarolar uchun ham mulk oldi-sotdi tartiblari biroz farqlanishi mumkin. Masalan, ularning mamlakatdagi rezidentlik maqomiga qarab soliq stavkalari o'zgarishi mumkin. Bu ham noan'anaviy jihatlardan biri hisoblanadi. Amaliy maslahatlar. Nima qilish kerak va qanday harakat qilish lozim? Hurmatli tomoshabinlar, bu yangi qoidalar sizga qo'shimcha bosimdek tuyulishi mumkin. Lekin aslida ular mulk bozorini tartibga solishga va adolatni ta'minlashga qaratilgan. Asosiysi to'g'ri ma'lumotga ega bo'lish va unga muvofiq harakat qilishdir. Mana siz uchun amaliy maslahatlar. Mulkni sotishdan yoki sotib olishdan oldin 1. Mulkning qiymatini mustaqil baholang, bitimni amalga oshirishdan oldin. Mulkingizning bozor qiymatini aniqlash uchun vakolatli mustaqil baholovchi tashkilotga murojaat qiling. Bu sizga kutilmagan soliq yuklamalardan himoyalanishga yordam beradi. Baholovchi xizmatlari pullik bo'lishini unutmang. Lekin bu xarajatlar potensial jarimalardan ancha kam bo'ladi. Baholovchi xulosasi bitim narxi bozor qiymatiga mos kelishini tasdiqlash uchun muhim hujjat bo'lib xizmat qiladi. 2. Kadastr hujjatlaringizni tekshiring. Mulkingizga tegishli barcha kadastr hujjatlari, kadastr pasporti, chizmali reja, yer uchastkasiga huquqni tasdiqlovchi hujjatlar va hokazo to'g'riligiga va yangilanganligiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir nomuvofiqliklar bo'lsa,
ularni notarial bitimgacha bartaraf eting. Kadastr ma'lumotlaridagi har qanday xato bitimni uzoq muddatga kechiktirishi yoki hatto bekor qilishi mumkin. Bu ayniqsa mulkda qayta qurish ishlari amalga oshirilgan bo'lsa muhimdir. 3. Yuridik maslahat oling. Imkon qadar malakali yurist yoki soliq maslahatchisi bilan maslahatlashing. Ular sizning aniq vaziyatingizga qarab, qonunning qanday qo'llanilishi va qanday soliq imtiyozlariga ega bo'lishingiz mumkinligini tushuntirib berishadi. Bu ayniqsa siz bir yildan kamroq muddatda bir nechta mulk sotsangiz yoki bitim summasi juda katta bo'lsa juda muhim. 4. Pul o'tkazmalarining shaffofligini ta'minlang. Mulkni sotishdan olingan pullarni bank orqali o'tkazishni tavsiya qilaman. Bu nafaqat sizni va xaridorni kelajakdagi muomalalardan himoya qiladi. Balki soliq organlari oldida ham sizning bitimingiz shaffofligini tasdiqlaydi. Qo'ldan naqd pul berish amaliyoti endi xavfli bo'lib qoladi. Bitimni amalga oshirish jarayonida bir hujjatlarni tayyorlash. Quyidagi hujjatlar sizda to'liq bo'lishi kerak. Pasport, sizning va sherigingizning agar nikohda bo'lsangiz, mulkka egalik huquqini tasdiqlovchi hujjat, oldingi sotish shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi. Kadastr pasporti va boshqa kadastr hujjatlari. Nikoh to'g'risidagi guvohnoma, agar siz nikohda bo'lsangiz va mulk birgalikdagi mulk bo'lsa, mustaqil baholovchi tomonidan berilgan baholash xulosasi. Agar mulkda ro'yxatdan o'tgan shaxslar bo'lsa, ularni ro'yxatdan chiqarish to'g'risidagi ma'lumotnoma. Bank hisob varag'i ma'lumotlari agar pul o'tkazmasi orqali to'lanadigan bo'lsa. 2. Elektron portal orqali ro'yxatdan o'tish. Hozirgi kunda ko'plab davlat xizmatlari yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MAY Do'yguz orqali amalga oshiriladi. Oldi sotdi bitimi uchun dastlabki ariza yoki murojaatni shu portal orqali yuborishingiz kerak bo'lishi mumkin. Ba'zi notarial idoralar bu jarayonni o'zlarida ham amalga oshirishi mumkin, ammo baribir raqamli tizimga integratsiyalashuv majburiy. Bu notarial idora va soliq idorasi bilan hamkorlik. Bitim notarius tomonidan tasdiqlangandan so'ng sizga tegishli soliq xabarnomasi kelishi mumkin. Soliqlarni belgilangan muddatda to'lashni unutmang. Soliq idorasi sizning mulk oldi-sotdi bitimingiz haqida avtomatik ravishda ma'lumotga ega bo'ladi. Agar sizda soliqqa oid savollar tug'ilsa, zudlik bilan hududiy soliq idorasiga murojaat qiling va barcha noaniqliklarni aniqlashtiring. 4. Kadastr ma'lumotlarini yangilash. Bitim amalga oshirilgandan so'ng yangi mulk egasi mulkning kadastr ma'lumotlarini o'z nomiga o'tkazish uchun kadastr agentligiga murojaat qilishi shart. Bu mulkka egalik huquqini to'liq tasdiqlaydi va kelajakdagi har qanday muammolarni oldini oladi. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, yangi qonun ko'chmas mulk bozorida shaffoflikni oshirishga va barcha bitimlarni qonuniy asosda amalga oshirishga qaratilgan. Bu o'zgarishlar sizdan diqqatliroq bo'lishni, barcha jarayonlarga mas'uliyat bilan yondashishni va kerakli ma'lumotlarga ega bo'lishni talab qiladi. Shuni unutmangki, har bir qonuniy hujjat sizning huquqlaringizni himoya qilishga qaratilgan. Umid qilamanki, bu video siz uchun foydali va tushunarli bo'ldi. Agar sizda ushbu yangi qonun bo'yicha qo'shimcha savollar bo'lsa, ularni izohlarda yozib qoldirishdan tortinmang. Men ularga javob berishga harakat qilaman. Shuningdek, videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki oldinda sizni yana ko'plab foydali va dolzarb ma'lumotlar kutmoqda. Sog' bo'ling va moliyaviy barqarorlik doimo siz bilan birga bo'lsin.